Nima qilyapsan bacham? Michael Jackson bo'lmoqchiman dada. Bu ish bo'lsa bu nima bo'ladi ha bu kelajakda? Qanaqa odam bo'lar ekan? Yetishding. Ha. Kelajakka borib kelishimiz kerak. Nimaga? Bacham kelajagini ko'rib deylik, qanaqa odam bo'ladi, nima bo'ladi? Ismat, hozir biz 2050-yil o'tdik. Bachang ham senga o'xshab qarigan bo'lishi mumkin yoki o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bachang topishimiz kerak. Bacham topishimiz kerak, ha? Kelgan chog'larda hofuz qo'shig'in aytganda yo'llarga qarang. Mana bacham-ku. Bu onangga guralga yurib ketgan-ku. Hozir urib o'ldiraman men. To'xta. To'q. Bitta urayman. To'q. Mumkin emas. Agar o'zing uni oldiga borsang, zamon Michael muvozanat buziladi. Tushundingmi? Buni oldingi zamona qaytib, oldin olish kerak. Oldingi zamona qaytib. Alkash. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Ama içmeyman. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Açmayman-ku ben. Ko'rgim sezib tuman kelajakda alkash bo'lmoqchisan sen. Agar ichganing ko'rsam, buni o'ldiraman, tushundingmi? Tushundingmi? Ko'nglim sezib tuman kelajakda sen alkash bo'lmoqchisan sen. O yo'q. Ko'zingga qara. Ko'zingga qara. Go'rimdan chiqib bo'lsa ham, tirilib borib sen urib o'ldiraman.